Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Bu jangda Akbar Baturning aql farosati, partizanlarning baturligi, marganligi sinoqdan o'tdi. Bo'rvoy bu qatam bir o'zila 5 dushmanni o'ldirdi. Jalbaz degan yigit o'nni, eng oz o'ldirganlari 1-2 dushmanni o'ldirdi. Dushman qochdi. Akbar partizanlarga dushmanning kayniga o'tishga buyruq berdi. Akbar bilan Seyit xil yigitlarni boshlab dushman orqasiga o'tib, dushman pilimotchilarini qurshab 4 tane pilimotni tartib oldi va pilimotni darhol dushmanga burdi. Qo'rshovda qolgan dushman zambiraklarini tog' ustiga tashlab, soy tapini bilan kayniga yenib qochdi. Qochalganlari oz, ko'p qismi bijit bo'ldi. Soy jasad dövsiga aylandi. Akbar Seyit bu jangda 250 dona miltiq o'lja oldi. Pilimot, zambirak, nurg'un o'qdora, ot, oziq-tuliklar buning sirtida edi. Dushman aeroplanlari keldi. Ular urush maydonini topolmadi. Tog' saylarni qalaymaqan bombardimon qilib qaytib ketdi. Akbar Ulastay qo'mondonlik shtabining buyrug'iga asosan Seyitni 30-40 partizan bilan bosilgan davonda kelgusi dushmanga zarba berishga qoldirib, qolgan partizanlarni elib Ulastayga qaytdi. Uni jangchilar va xalqlar Isbosining Batur o'g'li deb varqirishib, qo'llarida ko'tarib tantana qilishdi. G'ani Batur Kunas to'ta davondan harg'in, ro'yi tushgun, nayt xap holda partizanlarni boshlab qaytib keldi. Jalab xotundan baldiri, hiligarlik qilib ko'chayotgan molchilarning qiyofatiga kiribdi. G'aymidan yo'q turibdiman. Bir kamda otqala turdi, etishdi. Kayni-kandan kelivadi bu ishda. Biz os, ular ularning qurollari xil. Men birimiz qolg'ich erishiman desam, buni nuri. Yo'q, biz jonliq, harakatchan usul qo'llanamiz. Odamlarimizni saqlab qolish muhim. Dushman bizdan nachchasi kuchuk, etishgandan foydasi yo'q dedi. Men ham sizlar chekindi, qaytib keldi. Yomon bo'lsa, Ulastayga kelsin qani. To'g'ri qilibsizlar, dedi Fatih. Bizning usulimiz shu. Dushman kuchli kelsa chekinish, uni parchalab yo'qotish emasmi? Mayli, g'ani. Jan texi oldimizda, puxadan chiqsan texi. Ivan Topi Subtay mazar yo'lida to'sib jang qilayotganda Achal tarafdan nihoyatda jiq askarlar kelyotdi degan xabar keldi. Bu askarlar Urumchidan yordamga kelgan gumindonchilar edi. Ular jang Achallardan piyoda minib kelgan. Quroli xil, soni jiq askar edi. Ivan qo'rshovda qilishdan ansirab, Subtaydagi dushmanlarga shiddatli o't echib, shtabini yo'tkab Ulastayga chekingan edi. To'g'ri qilding. Ivan, bu bir cho'ng g'alba, dedi Fatih Ivanning murisiga qiqib. Dedim-ku, bizga yer emas, qo'shin muhim. Dushman Subtayni egilab Sultan Uvays mazari yo'lini qamal qilg'ini xushal. Hatto uning nilqini ishg'ol qilishiga yo'l qo'yamiz. U o'zining go'rini qo'laydi. Bizga qurol yaroqni yaqin akilib topshiradi. Lekin Gomindan xalqdan o'ch oladi, xalqni qaradi, dedi Akbar azoblanib. Rost degandek Sultan Uvaysdalar 40-50 dak odamni tutdi. Mahmud apandi mo'kib oldi. Uning onasini shishning oldidagi qor yog'ochga esib qiynab, "Mahmud, chi, onang lozimmi, jiningmi?" deb varqiradi. Onasining nolisiga chidamagan Mahmud apandi o'g'sidagi mangan orasidan chashrab turib, "U noahlilar, onamni qo'ygan, partizanlarga tomoq bergan, ularni qo'llagan men nima?" dedi. Nima qilarini bilmay qolgan Liu Bingdi bilan Do'stijang Mahmud apandi boshliq 50 ga yaqin begunoh odamni chanib o'ldirib chiqardi. Dushman orqama-orqa askar yo'tkab Sultan Uvays mazri, Subtay, cho'ng qora suv va tuvandagi Ulastaylarni egilab, askar deganlarga to'ldirib etdi. Eng oxirida Gomindan askarlari Nilqi bozorini egilab, yuqori o'rlab, Jani qo'lning bosh tarafidagi zaratkorlikqa yetib bordi. Ular Lian Ying tuanlarni istiqomlarga o'rinlashtirib, okop qizib, potay yasab, cho'ng qo'rshab yo'qotish tayyorligiga kirishdi.
xalqning yuragini mujush, qisos elish uchun begunoh xalqlarni qiynadi. Dahshatli usullar bilan o'ltirdi. Ulastay partizanlari tishini chingtishlab, qonga qon, jonga jon elib dushmandan g'olib kelishning yo'llari ustida bosh qotirmoqda edi. Gomindang askarlari Nilqi bozoriga to'lima hayvat bilan kirib keldi. Aldıgan pilimot o'rintilgan mashinalarda qurollarini hozirla otadigandak qilib tutib olgan askarlar atrofga rahimsizlik, vahshiylik yig'ib turgan ko'zlari bilan qarashib tik turishatdi. Piyoda askarlar banditlarni tozlayli, yo'qolsin olti o'g'ri, dushmanni rahimsiz qirayli degandek shuarlarni varqirab, sap bo'lib mang'atdi. Zambiraklarni so'rigan otlarga Gomindangning ko'k osmon, oq kun suratlik bayrog'i qadalgan. Ofitserlar, qo'mondonlar tushgan usti uchuq kichik mashinalarda boshliqlarni muhofazat qilg'uvchilar bor edi. Havodagi aeroplanlar bo'lsa egiz pas uchib hayva ko'rsatdi. Nilqi bozoriga askari to'shdi. Klub, saqchi idorasi, tashqi savdo, hukumat binosi, hatto Fatih Muslimovning uylari harbiylar bilan to'ldi. Nilqi shahrida hech qachon bunchalik askar bo'lib boqmagan. Aranga 10 ming aholisi bor shaharga shuncha ko'p askarning kelib tiqilib olishi to'liq qo'rqinchli ish edi. Bozor xalqining mutlaq ko'pchiligi qechib ketgan, ulgurolmagan, xolamagan, ishongan va parvosiz odamlarni uylarida bozordagi dahshatdan ansirab qo'rqib o'ltirishardi. Gomindang askarlari bilan qaytadan jonlangan, kuch topgan odamlarmi paydo bo'ldi. Ular partizanlarga moslashgan, ularni qo'llagan, hatto tomoq sungan aholilarni bir-birlab ko'rsatib, xalqqa xoinlik qilish hisobiga ko'ngil xo'shlik topmoqda edi. "Abistay, nimishqa qocholmadik, ha?" dedi qeri qiz alaqsadi bo'lib. "Askarlar uyma-uy kirib, non, go'sht, to'xu, hatto sut qaymoq, qetiq tuxumlar qo'ymay yig'ib yuradi. Voy, och bo'rilar! Hamidga bergidek sutmi qolmasmi endi?" dedi Asiya qo'lidagi sut emayotgan navrisining yirik sochlarini silab turib. "Qo'rqma qo'zam, dadang Nuri keladi. U bo'rilarni haydab chiqarib yetadi." "Sabiha nadidir appay? O Gomindangning qochgan askarlari bilan ketgan peti yo'qoldi-ku. Liobing dedisa, Liobing deb yuratdi. Topqandi aksini." "Parixami aksin topqandi, ha?" "Hech bilmadim, sho'rimiz qurusin. Mush baxtsiz bolan deb men qocholmadim. Meni panoh tartib sen qochmading. Xudoyim saqlasin. Ya Allah, darvozni urg'ili turdi-ku." O'yla darvozi qattiq urilmoqda. O'ylan titramoqda. "Ochaymi?" dedi qeri qiz g'oldab titrab. "Buzib kiradi bu to'ng'izlar baribir." "Men ochay, bolani sen al, mo'kib ol Zaynab." Asiya eshikni ochdi. "Osiyo degan o'su!" dedi bajidorisining kadri bo'lib ishlagan yigit Asiyaning ko'zlariga bigiz qo'ni tiqib yetilgandek qilib ko'rsatdi. "Nuri degan banditni baqidi." "Mo!" dedi ikki askari ikki yoqdan silkib. "Nega?" Asiya varqirab ketdi. "Mo!" Kaynidagi askari do'lisidan ittardi. Asiya mudirib qopib, "Zaynab, bola sana omonat!" deb varqiradi. Ishikda qeri qiz paydo bo'ldi. "Nega gapirdigandu?" Qeri qiz ikki qo'lini kayna qayirib, chashirdan qamollab tutib olgan Asiyani qutuldirish uchun askarlarga esilib, "Beshin yeydigan qaroqchilar! Yo'qo!" Bir askar uning maydisiga bir mush urdi. Qeri qiz tanturilib ketdi. Askar uningga miltiq tangladi. "Dirlama! Tfi!" Qiz askarning yuziga tükürdü. Gum qilgan ovoz bilan qiz silkinib, neriga berib o'ngsiga yiqildi. Uning ko'ksidan qip-qizil qon etilib chiqdi. U bir ikki tipirladda qonga melinib jim bo'lib qoldi. Uning chiroyidagi birdan bir chiroyli a'zosi bo'lgan bir jup qora ko'zi ko'k osmonga tikilganicha qetib qoldi. "Zaynab!" Asiya silkinib, "Ota, menimi ot!" dedi-da qonga melinib chashlari cho'lib yotgan qizning ustiga o'zini tashladi.
Senlemi kanğı menini sen Yavuzla. Askarlar uni qo'lidan gajgisidan oppoq sochlaridan qamallab tutib so'rab mangdi. Zeynep! U jinning barcha varqiradi. Unga javoban uy ichidan buvoqning xirqirgan ovozi anglandi. Bir askar kayniga yenib buvoqning ovozi chiqqan tarafga mangdi. Tuyuqsiz eshikdan qo'liga oypalti tutgan Rus buvay bilan Momay paydo bo'ldi. Askar to'xtab qoldi. O'zida odamning boshlari ko'rindi. Nadandir bir tosh uchib kelib, bir askarning beshiga tegdi. Askarlar aloqsada bo'lishib, Osiyani so'rashgan peti qochdi. Saqchi idorasining oldidan shahardan chiqqan nasihat o'mkining bir to'p odami turardi. Ularning ichida Abdumar hokimi bor edi. Maxsus G'ani Akbarlarga nasihat qildirish uchun ep chiqqan g'ulji mo'tvarlari ichida Hekimba xo'jamning o'rniga chiqqan o'g'li Akramxon, Chang Baxshi, Husayn Taranov, Saud Ko'kbeshi, Mansur Shangyo qatorliqlarni Osiya to'nadi. Abdumar Mingbegi doim ularni uyda mehmon qiladi. Osiya ularni tatarcha, uyg'urcha tamoqlar bilan kutgan. Ularning barakalisiga erishgan edi. U umid bilan Günahim yok. Ezbrayı Xuda, günahsızman. deb nola qildi. To'rt askari uningga xuddi o'lik qaliga chaplashgan gekslardek ching yepishgan. Ularning yovuz qo'llari bechara ayolning belak, gajga, chochlaridan qamallab tutib olgan. Ayolning qonga milangan putlari yomg'irdan keyingi patqoqliq yerga iz qoldirib, so'rilib kelmoqda edi. Osiya nola qilib nasihat o'mkidagilarga umid bilan qaradi. O'mak a'zolari qo'rqinchli manzirga birli qarashdida yuzini o'rib yerga qarab elishdi. Akramxon Asiya xanim qo'ya Abdumar begim. dedi. Asiya? Dedi Abdumar hozirli o'rilib ketilgandek joqildab titrab. Shuncha ko'nglim bo'lgandikan qutqizg'inda Mingbegi. dedi Husayn Taranov chidayolmay. Hey askarlar, qiynamanglar. Aslanlarni qiynamanglar. Rost. dedi yana biri. Qo'yib etinglar. dedi saqchiga o'xshaydigan biri askarlarga buyruq berib. Asiya degan sanmi? He. Oranda o'ri bo'ladigan ayol halsiz ingradi. O'g'irlarni baqqaning rasmi? İnqilobchilarni balqitib, ay sundim. Ular degan bandit hukumatga qarshi. Senmi shu? Senmi hukumatga qarshimi? Ha, qarshi. Qo'lingdan nima keladi? Qarshi bo'lsang o'lasan. Senmi o'lasan? Qisas oladiganlar hozirli chiqadi. Asiya, undoq dema. To'g'ri qilsang etilmaysan. Abdumar soqollarini titratib yolvordi. Har qancha bo'lsa-mu ega hakim. Sana o'xshash qolchilik, chirqinchilik qilib yashamdimi? Yo'q, unda hayotdan o'lim a'lo. Etishmamsan. Askar boshlig'i askarlarga sharat qildi. Askarlar Osiyani neriga eriq so'rab opardi. Gum. Qo'lida qondan boshqa hech nima yo'q bir bechara ayolga 3 pay o'q etildi. Asiya! Abdumar qo'llari bilan yerga tayanganicha ho'ngrab yig'ladi. Taranov uni silkib, "Nari arsini hayvon!" dedi. Askarlar Osiyani etib bo'lib qayrilishiga tang qilgan tapancha ovozi anglandi. 3 askari yiqildi. Saqchi darsidan o'qdak etilib chiqqan Sabiha tapanchisini cho'rvitib opasining jastiga o'zini otdi. "Apa!" deb qattiq chirqirdi. O'lgan askarning miltiqini elib saqchi darsining oldidagi askarlarni o'q tutqili turdi. Askarlar nasihatchilar o'mlishib daraxtlarning kayniga mukunishdi. Sabihaga 3 qatim o'q tegdi. U bir miltiqning o'q tugisa, yana birini elib qo'ldan miltiq tushib ketguncha otdi. Oxiri u onasining ko'ksiga beshini qo'yib, o'ngisiga yotganicha jimib qoldi. 12 askar bir yimjoning beshiga chiqdi. Shingsayning ishpiyoni mana sen. deb kayni-kaynidan 13 pay o'q otdi.
Sabiha atay ko'ksin tutib berayotgandek mit qilmay osmonga qarab sarg'uch chiroyli ko'zlarini midirlatmasdan yotadi. Bu uning umid o'tlari o'chgan ko'zlari bilan rahimsiz dunyoga oxirgi qitim qarshi edi. Asiya! deb tizlariga taynib o'rindan turdi Abdumarimning begi tatqiq melangan qo'llarini duoga ko'tarib. Sabiha, ben günahkar. Kan qarzga bo'g'ildim. Pa, mushunami ko'ngli bakana, qaranglar, o'q tekkan eyiqdek yurkirishini. Hay, muhabbat. Asiya abistay uning nikohi deydi. Har nima degan bilan u odamda. Nasihatim tayyorlansin. Men borolmayman taqsir. Abdumari harbiy boshliqqa aytdi. Bularni dafn qilaman, elib ketaman. Ular endi o'dik hukumatni tillay olmaydi. Siz? Men u mening to'qilim edi. Banditlar ozdirib, o'gay qizim u onasiga chidamadi. Siz nima chiday olmayapsiz? Nimalar bo'lmasa, bular mening xotin qizim. Shundoq janob dire, dedi chang baxshi Savut ko'kbeshi Mansur Shangyola. Bu uning nikohidagi xotini edi. Lekin jasadlar uningga tegmadi. Qatar tizilgan yüzügen bala muallimlarining tavutini ko'tirib mag'ildab turgan gomindan qurolliq cheriklarga pisand qilmay, Aziza Asiya oppay, Aziza Zeynep oppay deb matem naqsini aytishib, balalar uchun hayotini beg'ishlagan, xalq uchun jinni pido qilgan muallimlarni yerlikka qo'ydi. Milk xalqi ishki esil muallimidan ayrıldı. Matem naqsida sizlar o'lmas namuna dillarimizda, sizlar mangu madiya tillarimizda deb aytilganidek ular xalq qalbining cho'nqur qatlamidan o'rin oldi. Bu xabar shu kunla Olastay partizanlar qo'mondonlik shtabiga yetib bordi. Tarixa o'ngrab yig'ladi. Quruq qo'l bilan Nilqi bozorda qarab yugurdi. Lekin Nurining qovul belaklari uni chin quchoqlab mang'uzmadi. Nasihat qilish, hozirash o'miki Gomindangning qarisudagi bazasiga qaytib keldi. Polis komandiri Wang Tuanjang ular bilan ko'rishib bo'lib daftariga qarab, "Akramxon xo'jam degan kim bo'ladi?" dedi. Akramxon o'rindan turib qo'llarini ko'ksiga qo'yib, "Men" dedi. G'ani bilan yaxshi tanishid ekansiz, ha? Ha, tanishiman. Bu xatni olib berib G'aniga berasiz. Opirdigan odamlar bor. Ayting, nima talaffuz o'rindaymiz. Biz uning cho'ng mansab beramiz. U biz tarafga o'stin. Hurmatli komandir, bora olmayman. Nemishqa? Men bir to'xo yurak, jinim tatliq, qo'rqman komandir. dedi u. Sizni muhofazat qilaman. Yo'q, qarayim qilsalar, o'q deganning ko'zi yo'q. Men sizga buyruq bersam-chi? Men askar emasman, komandir janoblari. Siz otib o'g'ingizni do'rmabsiz. Imin vaqtda tartib, o'ranzibku, hozir dekimlar podshoh xizmat ko'rsatgan. Hukumat uchun cho'ng ishlarni qilgan. Siz ularning ro'yiga varisi qilishingiz kerak. Xo'jam janoblari. Dedim-ku, men to'lim qo'rqinchoq yerilib qoptiman. Rahim qilsingizkan. Yaxshi o'lini atigicha. Cho'ng qarsudagi Gomindang askarlarining qo'mondonlik shtabi Chimbu degan shibaning qo'rosiga o'rinlashtirilibdi. Qo'roning oldidagi ko'rik yog'ochlarining yarmidan ko'pragi hardab qo'yilibdi. Husayn Taranov bilan Mansur Shangyo qo'rqib turgan bir askardan "Bu nima uchun?" deb so'raydi. Askar do'duqlab, "G'ani o'g'ri kechalari kelib, bulab talab ketdi ekan. Kelsa ko'rik o'rinib, yarg'olab tushsin deb javob berdi Husayn Taranov. Uning o'limi ketasi o'xshaydi, o'lim degan qo'rqinchoq qamroq keladi deb kuldi. Bularning askari ko'p bo'lgani bilan hammasini dakki-dukkida, boyqi polis komandirining gapidan qaraganda banditning nadiligi, nadin kelib hujum qiladiganini bilgili bo'lmaydi. Qurol xil bo'lgani bilan hozirgacha birmi bandit o'lmadi. Atgan o'qlar taq tegayotdi, taq o'lmaydi, yer o'lmaydi, tog'ning pittirim o'lmaydi. O'lidigini biz bo'lyapmiz deydi texi.
kechda nerin yedi. Tog' orasidagi bu yeziga baldurli qorong'u tushdi. Nasiyat o'miki xubdan bilan namoz shamni birla o'qidi, gazarmaning uyida kigiz silingan supida yetishdi. Ularning zodili uyqusi kelmadi. Kechalab kayni-kayndan askar kelmoqda. Odamlar qoptonlarga pota yasamoqda, okop qazmoqda. Nalardandir bir talay dehqon molchilar yig'ib elingan. Ularni askarlar urib, tepib ishlatmoqda. Dehqon chorvachilarning qo'y kalalari, oshliqi gazarma atrofiga to'planmoqda edi. Xo'jam, ma'qul desizlar. Bizni o'ldirib yetdi jumo. Dedi Mansur Shangyo. Ma'qul desam bular o'ltirsa, ma'qul demasam bular o'ltirsa. Mana nima kun bu? Gomindan kechisi kelib bizni o'ldirib yetarmi? Biz bandit bo'lmasak, Lyubingni va'dasi tura ha. Xudoyim saqla. Ishimi degili bo'lmaydi. Nasihat qilish o'miki bo'ldi. Birmi odamga nasihat qilmadik texe. Qildik-ku. Kimga? Abdumarmonbekka qildik. Ko'p xotinlik bo'lsang darding ko'p bo'ldi dedi. Biz g'oljilikza o'lib etib turibmi, chaqchaq qilamiz ha? Ya Alloh, mantiq etildi. Pa, mana sen birak. So'qish boshlandimi nima? Yerim kechada Muxtar hoji boshliq yana bir o'mak keldi. Ularmo Chinbuning qo'rusiga kelib tushdi. Yerim kechadan tuyuqsizlan tang-tung gumbur taroq vayjon Allo tovi degan qo'rqinchli ovozlar cho'ng qarsu g'ulni bir oldi. Halsirab nasihat qilg'uchilar yotoqlaridan chiqib, eg'illarga, eriqlarga, samonliqlarga, qo'ylarning oyoqlariga mo'kishdi. O'gizida G'anining ovozi tog'dan tosh qo'lgandek ovoz anglandi. Muxtar hoji degan nechi qiz? Bu yoqchi, jaloq xotinning bolasi. Partizanlar Qarasuvdagi Gomindan askarlarini qo'rishib oldi. Gomindan askarlari tuyuqsiz zarbidan huluqib, jon halakchiligida nalargadir qaytishdi. Hal so'rg'ichi nasihat qilg'uchilar suvning eqishiga o'milab, tong atganda chiliq-chiliq bo'lib, harg'an, qo'rqib holidan ketgan holda yiroqlab ketdi. G'ani Gomindan garnizoniga o't qo'yibdi. Kalalar mo'rab, otlari kishnab, qo'ylari ma'rab, odamlar chirqirab ba'ayni qiyomat bo'ldi. Akramxon xo'jam Husayn Taralla suv ichidan titrashib yetishdi. Tongga yaqin suvdan chiqib, bir dehqonning uyiga kirib oldi. G'anina kunduzimi qo'rshovni bo'shatmadi. O'q to'xtamay etilib turdi. Ats kechada bir necha avtomobil askari qo'rshovda qolganlarni qutuldirish uchun keldi. Nurining fikri bo'yicha G'anining partizanlari kelganlarga hujum qildi. Kelganlar qo'rshovlardagilarga shiddat bilan o't ochdi. Gomindan askarlari o'zaro etishib ketdi. G'anina edri ustida tomosha ko'rdi. Saharlikka dushmanlar holidan ketganda G'ani Botur hujumga o'tdi va ikkala tarafni qirib tugatdi. G'ani Botur nurg'un qurol-yarog' g'animat elib, Jalinqul maktab, zaratkorlik va baldagi jangchilarga mustahkam istehkom qurib olgan Gomindan qismlari bilan urush qilishga jiddiy tayyorlik qilayotgan Akbarning to'piga kelib qo'shildi. 11-oyning dastlabki kunlari qutlug' kunlar bo'ldi. Akbar bilan G'ani Botur bu 2 kunda qattiq jang qilib, dushman istehkomlarini bichit qildi. Jalinqul zaratkorlikqa o'rinlashib olgan 2 pilimotchik partizanlarga orom bermadi. G'ani o'milab orqadan kelib, 2 pilimotchini 2 qo'ldan gejgasidan tutib tövanga otdi. Pilimotni g'animat elib, partizanlarning hujum yo'lini ravonlashtirdi. Istehkomlardan qo'g'lab chiqarilgan dushmanlar oq chig'liq taqir dalada qoldi va ko'p qismi yer tishlab, oz qismi qechib qutuldi. Jang to'limi qattiq bo'ldi. Sonijiq, quroli xil dushman tarmar qilingan bo'lsa-mu, ularning bir qismi chekinib yurib etishmoqda edi. Hujum qilib ketib borgan Akbar Botur to'satdan ko'kirgan tutib to'xtab qoldi. G'ani Botur o'milab kelib uni yo'ladi. "O'qdaydi", dedi Akbar Botur. Qo'shun san qoldi. G'ani do'stim, men qarama. Olg'a. Akbar, qirin dishib. Akbarim, jon jigirim. Sizlardan
G'o'ljini ozod qildik degan xabarni kutibman. Bu Akbar Boturning oxirgi gapi bo'ldi. G'ani uni bag'riga besib, etining oldiga o'nkirib oldi. Qarab etma! U qattiq varqirab etini qirya qiltib bo'lishi qo'yibatdi. Bu urushdan Abdurahmon Akbarning do'sti Madalqon Arslanla qurbon bo'ldi. Bir necha partizan eg'ir yarador Akbarni uyiga olib qo'ydi. Uning to'piga Seyit boshliq qo'shildi. Jang texmi qattiq bo'ldi. G'azabga kelgan partizanlar dushmanning 3000 kishilik qo'shiniga ajallik zarba berdi. Tuyuqsiz dushmanning ikki aeroplani paydo bo'ldi. Aeroplan to'pliklarini bombardimon qildi. Seyit G'ani Botur Evan qismlarining marganlari chatqonlari orasiga mo'kinib elib, aeroplanga zin pulemyotdan o'q uzdi. Bir aeroplanga o'q tegdi. Aeroplan g'o'ng'ildab qo'ng'idan is chiqib, G'o'lji shahriga qochdi va shaharning sharqidagi Qoradong degan yerga tushib portladi. Bir necha kun ichida belni mungdashgan, qiyin kunlarda o'ziga boshpanoh bo'lgan Hamid, Akbar, Osiya va tunji muhabbatini o'ziga beg'ishlagan Sabiha, o'ziga to'liq mehribonlik qiladigan Zaynablarning o'lib ketishi Nuriga qattiq ta'sir qildi. U ko'zini yumsala o'lganlar uning oldiga kelib oladi. Bo'libmi Sabiha uning ko'z oldidan zotili ketmaydi. Uning muhabbat uchun yashayman, qisos elish uchun hayot yuribman, siz uchun tirik yuribman degan so'zlari uning rastilla 13 go'mindonchini o'ltirib ba'disini oqlig'ini o'ylasana Nurining qalbini til bilan tushuntirib bo'lmaydigan bir xil ruhiy azob mavjud edi. Sabiha rastilla ular uchun yashadi. Anasının qisas uchun o'z jinini atadi. Nuri osh paytda Nil qisoqchi idorasining oldida bo'lolmaganiga qattiq o'kindi. U Sabiha dunyodan o'tgandan keyin o'zining uni yaxshi ko'rganligini cho'nqur his qildi. Reallikni rad qilish uchun tirishqanligiga o'kindi. U qo'yniga kirgan Nuri Parixa deb o'yladi. Lekin u Parixa bo'lgan bo'lsa, nimishqa u uning bilan heliqidek ish qildi? U bir qiz tursa, unda qilishdan o'zini tortadiganligini bilmaydimi? Yo'q. U endi xirar. U pokitni burmalagan. U Sabiha ekanligini bilgan. Bilib turib, uning bilan birga yotgan. U o'zining jinsiy uchrashish muhabbatning davomiy deydigan mantiqsi xiloflik qilmagan. U har qancha qilibmi nafratni shirin muhabbatning o'rniga qo'ya olmagan. U nima uchun o'zini va Sabihani oldida, ha? Jismim bo'lgandi, lekin ruhim pok. Jismim har kimning, lekin ruhim sizning. Jismim o'ldi, lekin ruhim tirik. Mana bular Sabihaning doim deydigan so'zlari. Bu so'zlar uning hayotida o'zi xohlamagan qora kuchlarning zo'ri bilan paydo bo'lgan fojialardan keyingi yakuni. Nuri nimishqa hayotga shu qizchilik to'g'ri qaraya olmadi. U azoblanib zodil uxlay olmadi. Olastaydiki bu cho'ng qo'runing o'g'izisida osmonga qarab xiyol va xiyoliy mulohiza bilan tun yermagich ko'z yummadi. Ko'z yumsala Sabiha, Hamid, Osiya u o'maq o'g'ilni egiz ko'tirib erkilatdi. Bala qaqaqlab kuldi va birdan bir o'q balaning o'maq badaniga tegdi. U Hamid deb varqirab uyg'onib ketdi. U tush ko'rgan edi. Hamid tushunga kirdimi Nuri? Men mo tushimda Akbarni ko'rdim. Dedi yenida yotgan G'ani cho'nqur uh tortib. Jon degan, o'lish degan so'zgan. O'limni burun kitobda ko'rgan, xiyol qilgan. Mana hozir ko'zim bilan ko'rib o'taman. Nachchi dushman o'ltirding Nuri. O'z qo'lim bilan o'ltirgan dushmanim 7ga 7. Men 17 ni o'ltirdim. 100 ni o'ltirib o'lsam mayli edi. Har birimiz 100 dan o'ltirsak, 4000 odam qanchani o'ltiramiz hisoblag'ina? 400 ming bo'ladi. Shinjongda 1000 go'mindan qolmaydi. 50 dan o'ltirsakmi tugaydi. Biroq tugamaydi-da. Chiqaversiz-chu. Hozirmi kelyapti? G'ol-g'ollar askarlarga to'ldi. 9 tara. Qorabog'larning liq askar.
Nilqinoyisiga har kun askar kelyapti. Undaqda bu Xaqul shahrida oz qoldi-ku deyman. Shahar besib oladigan payt kapti-da. Nay to'g'ri o'ylabsan, G'anika. Bu fikrimizni Fatihkamga deyli. Dab nima qilamiz u No'g'ayga? O'zimiz ketavermaymizmi? Seyit bilan Evanmo ayt desam da mang'idi. Yo'q aka, intizom, harbiy intizom bo'lmas bo'lmaydi. G'ani jimib qoldi. Aytqana Nuri, Stalin hozir nada? Hozir Kermelda turib urush qo'mondonlik qilyapti. Urush qayerda? Sovet tuprog'i asosan Germanlardan ozod bo'ldi. Germanlarning 1.600.000 askari yo'qotildi. Ha, voy, o'g'o. Urush liniyasi 4.450 kilometrdan qisqarib, 2.250 kilometrga tushib qopti. Mashadin Urumchichilikmi? Nima deydigansan? Qisqargani 3 Urumchidan uzun. Voy vo! Sovet toz kuchaydi degan-a. Hozir Sovet armiyasining 6.700.000 jangchisi bor. Zambiraklari 100.000 dan ko'p. Tankisi 11.800. Aeroplanlari texmi ko'p. Nadan bilib olasan oy bu sallani? Hamid bir gezib bergan edi. Ay, rahmati. Eliqi O'rus marshalning ismi nimada? Nagili barsi yangidigan. Jukov. Ha, onun askarining eti nimada? Belorussiya 1-yunilish armiyasi. U hozir Yevropada nurg'un davlatlarni ozod qilib, Ukraina 1-yunilish armiyasi bilan Germaniyaning poytaxti Berlinga qarab kelyapti. Pa, ular Berlinga burun kiramdi yoki G'ani bilan Seyit. Eyvallah qo'mondonligidagi 3000 partizan g'o'jiq baldir kiramdi. Bizda naning zambirak tanka aeroplanlari. Tankimi, zambirakmi biz o'zimiz. Biz Stalin bilan bastishimiz. U Gitlerni burun yeng'amdi yoki biz Gomindangni burun yeng'amizmi? Nadandir yiroq yerdan miltiq ovozi etildi. Atdiganligi qo'mondonlik shtab jiddiy yig'in ochdi. Kecha bizning aloqachimiz Abdulla keldi, dedi Fatih oqsab mangdigan qozoq kishini tunishtirib. Mana mush kishi shaharda muhim xabar ochiqdi. Abdukerim Abbasovlar bizning G'o'l shahriga hujum qilishimizni ta'kidlab aloqa vatibdi. Ular shaharda tayyor bo'lib turibdi. Biz kirib tunjibay o'qni etishimiz bilan ularmo tangni hujum qo'ydi. Biz 11-ayning 6-kuni kechida G'o'l shahriga 3 tarafdan birli vaqtda hujum qilishga kelishdik. O'g'il bola, dedi G'ani Botir xushal bo'lib. Ha, qani so'zla. Bu qatim G'aniga eng mushkul vazifa topshirmoqchimiz. Yaraysan, No'g'ay. Qara G'ani, sen Sultan Uvays maziridagi Gomindan oldingi sab shtabini tarmar qilasan. Bu yer G'o'jiga yurish qilishimizdagi eng cho'ng xatarlik to'salg'u. Bizning xotirjam o'tishimiz sana bog'liq. Sen kapolatlik qilishing kerak. Cho'qim vaqti va erkin chiqarib etma Gomindan deganni. Sen ularni parakanda qilib o'zdan chiqarmaysan. Biz tamoman o'tib bo'lgandan keyin sen G'o'l shahriga yurish qilasan. Yana sendan burun borman jumo. Ko'pchilik kulishdi. Fatih so'zini davom qildi. Qasan Botur, sen marhum akang Akbar Boturning ona makoni Ulastayni qo'g'dab mush yerda qolasan. Sana 30 azmat yetidi. Isbosin ruhi, isbosin cho'qsi seni qo'g'daydi. Maqsad G'o'jiga mang'inimizni Nilqadagi 9 tara Qorabog'dagi Gomintanjiraqni sezdirmaslik. Gomindanning asosiy kuchi butun diqqati hozir Nilqada. Nilqa Urumchidan tog' yo'li bilan har kun askar kelmoqda. Gomindan bizni qo'rishmoqda. Qo'rshab tursin, biz G'o'l shahrini egilib olib, ondan ularning adibini beramiz. Nazar qilindi. Qur'on o'qildi. G'ani Botir o'z to'pini elib, yarim kechada Gomindangning cho'ng qismiga tuyuqsiz hujum qilish uchun yurib ketdi. Uning o'ng yonida Nuri billi ketib boradi. G'ani egar jabduqlari sharaqlab turadigan, o'ynoqlab mangdigan yo'g'on ala at ustida safar qilganda qiziq gaplarni qilishga amroq. Shaharni olganda birinchi bo'lib Davur Tungan bilan Hoshim To'kurni darg'asaman, dedi u bosh oxir yo'q gapni qilib. Ular kim? Donliq o'g'irlar. Ular teshalmaydigan tom, o'talmaydigan sepil yo'q. Ular meni tutib berishgan soqchiq tilxat beribdi. Tirik akalmasak, kollisini akilimiz debdi dexe. Qut xazinasi. Nemishqa?
Neymiş qıvılatdi? Şehoning hokimi Li Shenjang hukumat dehqonlardan bug'doy setib oladigan pulni besib olib, dehqondan bug'doyni bekorga elib toza yapti. Bu xabarni anglab, haromdan topgan pulni bir qo'yayli dedik-da, kechalab Shehoga bordik. Qarovulni o'ltirib, Shenjongga qurol tanglab, sanduqdan 50 ming pulni oldik. Ular Urumchiga boramiz deydi. Men G'o'ljiga boramiz deyman. Talishib bir tunganning uyida qo'nib qoldik. Yerim gecede askarlar qorshab bizni tutib oldi. Davur pulni shu uy egasiga elib berib, atay askarlarni boshlab kelgizgan gap. Qo'risqili pulning hammasini elish niyatida tutuldik, Urumchiga olib bordi. Men Urumchining to'ngligiga yomishib chiqib ketib ketdim. Men to'liq qochgan turmalarga u ishkiles qoldi. Heliqi uy egasi tunganning pulni elib olay deb kelsam, yo'q, ko'chib ketibdi. Davur bilan Hoshim Tokur meni tutib berishga tilxat berib, turmadan chiqib meni izlab yurgidak. G'anika, mazar jimjit. Liverning dengida 4 post bor ekan. dedi razvedkachilar boshlig'i Nurum ot choptirib kelib. Kichik to'p boshliqlari yig'ilsin. Edir bo'ylab to'p-to'p bo'lib kelayotgan otliq partizanlar 200 dan 5 kichik to'pga bo'lingan. Boshliqlar darhol yig'ildi. G'ani buyruq berdi. Birinchi to'p yuqorga o'rlab binamlikdan tushdi. Ikkinchi, uchinchi to'p suvdan to'ydirmay o'tib Sulton Uvays mazarining kungay tarafida. To'rtinchi, 5-chi to'p mush udildi. Liverning dengi bilan bojxonaga hujum qilibmiz. Yaqin berib ha deganda qo'l bombalarini tashlanglar. Otliqlar otlarini mazarga, har qaysi belgilangan joylarga qartib yurib ketdi. Gomindan askarlari tuyuqsiz gümbirlagan tarasligan ovozlarini anglab, akop potaylariga yugurishdi. Taraf-tarafdan qiyochiya, ayya, tamadi zey degan ovozlar angladi. Tuyuqsiz hujum nihoyat shiddatli bo'ldi. Bombalar portlab, o'qlar vijildab, gomindan cheriklarini bosh ko'targizmadi. Ular bir chetdan etishib, bir chetdan g'arbga chekindi. G'ani Batur qismi tezla Liverning dengini ishg'ol qildi. Dushman o'ylab boqmagan taraflardan tomlarni o'rib chiqib, stolba eriqlarni dalda qilib, dushmanga mavzur bilan o'q uzgidak darajada yaqinlab keldi. Dushman shunchalik qo'rqib ketdiki, partizanlar ot choptirib kelib, qo'llaridagi miltiqlarini tortib kesdimi, o'q chiqara olmagan edi. G'ani Batur ular uchun bir tilsim, rivoyatlardagi ko'rinmas qahramon bo'lib qoldi. G'ani Batur Gomindanning oldingi saf qismlarini g'arbga chekindirgandan keyin G'o'l suyining sharqidagi bir cho'ng qo'rug'iga qo'mondonlik shtab qurib oldi. Uning qaysar yigitlari bal eshib, saylarda sho'ng'ib yurib, dushmanga zotli orom bermadi. Gomindan qismlari odam soni jiq, quroli xil bo'lishiga qaramay mudofiaga tushib qoldi. Partizanlarning maqsadi shu edi. Dushman hujum sharqdan kelyotidi deb o'ylab, butun diqqatini sharqdan mudofaa qilishga qaratdi. Fatih zo'r qo'shinni boshlab Sulton Uvays mazarining janub tarafi bilan Tar mahallasidan o'tib, edirlarni oralab G'o'lji shahriga bemalol yurish qiladi. Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anlatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Shinxo kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinesi